Opa qaraysizmi? Ikkovlar yotsa ham yaxshi muomala qilaylik, yigitlar chiroyli. Biz ham hozir birinchi marta bog'chaga kelishimiz bas, opajon. Yoshga to'lmagan bolalar ham bor ekan, boqsalaringda yoshga to'lmagan. Somaliya bilan bor. Bular prezidentimiz ochilgan siyosatga qarshimi? Rayon meriya bir-biriga. Rahbar bormi aka? Ha? Rahbar chaqirib yuborsiz. Nima qilib qo'yapsiz aka? Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 44-sonlik davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Tashrif buyurgan chog'imiz mashinadan tushishimiz bilan qorovul eshiklarni zanjirlab bekitib va unga rahbarini chaqirishini aytsak, rahbarini chaqirgani kirib ketib, mana hali hamon chiqqani yo'q. Bulardan darak yo'q. Nima? Farg'ona tumanida bog'chani yashirin sirlari ko'pmi? Bizga tushgan murojaatlar bilan kelsak, shular qanchalik to'g'ri va noto'g'rini aniqlash maqsadida kelsak-ku, lekin bular javob berishdan bosh tortib va o'zlarini olib qochishyapti. Bu qanchalar to'g'ri yoki bular prezidentimiz ochiqlik siyosatiga qarshimi? Yoki bog'chada shunchalik O'zbekiston tumanida yashirin sirlar ko'pmi? Kerakli mutasaddi tashkilotlardan bu holatlar bo'yicha rasmiy munosabat kutib qolamiz. Siz kimsiz? Mana shu Ijtimoiy tarmoq faolimi opa? Ismim Sunnatullo. Udostvoringizmi nima bu? Udostvoring jurnalistda bo'laman, blogerman opa. Blogermisiz? Unaqa narsalar ko'ra olmasam, men sizlar bilan gaplasholmayman. Jon bola. Bu qorovulmi? Qorovulman debdi. Shikoyat Siz aka aytib ko'lab yotibsiz-ku, mana Ikkovlar yotsa ham yaxshi muomala qilaylik, yigitlar chiroyli muomala. Biz ham hozir birinchi marta bog'chaga kelishimiz bas, opajon. Birinchi marta kirishimiz bas. Prezident ochiqlik siyosatiga qarshi bo'lmasangiz kerak. Yo'q, prezidentimizga nima? Hozir ochiqlik, shaffoflik, yaxshi yashayotgan bo'lsangiz, sharoitlar zo'r bo'lsa, oqillik, shaffoflik prinsipini 9-moddasi bor. Har kim o'ziga kerakli ma'lumot olish, izlash, tarqatish huquqiga ega. Xo'p, ular gaplashamiz. Bekitinglar o'zini. Menga telefonim olib keling. Qalatmayman. Xo'p, ular. O bolachani qarab o'ynadi işte. Oling, kichkina bolachani oling. Yaqinlashtiring. Rahbar chaqiring. Yoshga to'lmagan bolalar ham bor ekan, boqsalaringda yoshga to'lmagan. Hozir men qarash ekanman. Menga qarasizmi? Rahbarni chaqiring-da aka. Oldingmi kichkina bo'lacha? Mana hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bu bola 2 yashar atrofida bo'lsa kerak. Nimaga aytsalaring, 3 yasharlik bola bas. Zo'rg'a yuribdi. Biz mana bog'chalar qaramayapti, temirlarda osilib, qarovsiz bola. Somaliya bilan bor qolganlar.
Opa qaraysizmi? Yo'q, qaramikin? Savol bor. Rahbaringizga savol bor. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Ya'ni 29-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Tashrif buyurgan chog'imizni o'zlaring video davomida ko'rishlari mumkin. Yoshiga to'lmagan yosh bolalar bog'chada mavjud. Bu bog'chani yashirin sirlari borki, biz ichkariga kiritishmadi. Bu qanchalar to'g'ri qarovsiz 2 yosh atrofida bola yuribdi. Bizga og'zaki murojaat tushgan, ya'ni jismoniy yuridik shaxslar to'g'risida 5-modda bor. Murojaat og'zaki yozma ravishda tushadi. Bizga og'zaki murojaat tushgani, shu og'zaki murojaat qanchalar to'g'ri va noto'g'rini aniqlash maqsadida kelsak, mudira guvohnoma asosida, удостоверение asosida kirgizar ekan. Aytishlaricha, hozir chaqirtirsak bosh tortib, o'zini qandaydir xatoliklarini yashirish maqsadida qochib ketdi. Holat bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotidan, ya'ni viloyat boshqarmasidan rasmiy munosabat kutib qolamiz.